Yangi tuqqan molingiz shu aka, to'g'rimi? Yaqinda hozir tug'di. Hozir tug'ibdi mana mollar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Doston akamizni xonadonlaridagi sigirlarni ko'rsatamiz. Agar ma'qul tushadiganlari bo'lsa sizlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu aka necha oylik bo'g'asi? Tug'adi, xudo xolasa, bir 10 kunlik qoldi. Bir 10 kunlarda tug'adigan ekan, xudo xolasa. Tishi nechta sigiri? Ikkita, birinchi. Tishi ikkita ekan, birinchi balasi. Yeb ichishlari yaxshi. Yellilari ham mana. Yuvoshligi qanaqa? Yuvoshligi qilib ketmaydi. Yuvoshligi indamas ekan mana. Qilpilti yo'q. Endi buni nech pul deyapsiz? Qancha qilib berasiz obunachilar? Buni endi xudo xolasa 25 million kami bor. 25 million kami bor. Ozgina kami bor. Gavdalari yaxshi. Birinchi tug'ish. Birinchi tug'ish ekan. Qirg'iz mol. Qirg'iz molimi aka? Mana keyingi mollari. Bunisi Tishi qanaqa buni? Yaxshi mol ekanmi ham? Qirg'iz mol ekan. Tishi yaxshimi? ha, tishi yaxshi bo'lgan. Bu necha oylik bo'g'asi? Bu ham bo'g'asi va? Bu ham bor. 10 kunlik, 15 kunlik hayali bor buni. 10 kunlik, 15 kunlik Hayali bor. hayali bor ekan buni ham. Holati yaxshi ekan. Ozgina buni yoshroq katta 3-chi balasi ekan. Yo 4-chisi yo 3-chisi deyapti egalar. 10 ta sut bergan degan egasi. 10 ta sut bergan degan, ha? Buni narxini nech pul deyapsiz endi? Buni narxini 17 million kami bor. 17 million kami. Kami bor. Yana kamaytirsa bo'ladi. Ha, kelishamiz, kelishamiz. Ha. Yana balangiz ham bor-a? Ana bola ham bor. Balasi nima? Bola 10 ajin. Balasi 10 ajin. 10 litr sutiga garantiya bor. 10 litr sutiga garantiya beryaptilar. 3-chi bola. 3-chi bala ekan. Taglari, Yelillari. ishlari yaxshi. Tishi yaxshi, juda bosib yormaganmi tishi? Yo'q, yaxshi. Tishi yaxshi ekan, mana molli holati. Buni nech pul deyapsiz aka? Mana balasi ham oq bosh buzov ekan, yaxshi mol bo'ladigan xudo xolasa. Nech pul deyapsiz? Endi 20 million kami bor. Ena bala. 10 balaga. Ena bala 20 million kami bor. 19 Kelishtirsa million bo'ladi. kami bor. 19 million kami bor. Gap yo'q mana, obunachilar. 19 million kami bor ena bala. 10 bala. Yana birorta molingiz bormi? Endi hozir tuqqan mol bor. Hozir tuqqan. Yangi tuqqan molingiz shu aka, to'g'rimi? Yaqinda hozir tug'di. Hozir tug'ibdi mana mollar. Hali yo'ldoshlari ham tushyapti mana sigirimiz Januar. Birinchi tug'ish ekan. Birinchi tug'ish ekan aka? Surat. Hali Birinchi terisi ham qurilmabdi. 10 ajin tug'ibdi Januar. 10 ajin tug'ibdimi? Mayli, mayli. Ko'paysin, o'zidan ko'paysin. Yaxshi sigir ekan Januar. Yeb ichishlari yaxshi. Aka buni endi nech pul qilib berasiz yangi tuqqaningizni? Yangi tuqqanni beraveradilar, Qancha deysiz endi? Ayting narxini. Ayting. 17,5. 17,5 kami bor. Ha. Kecha yana bo'g'azini ham shunaqa narxi o'zini. Ha, mayli. 17,5 million kami bor ekan. Ena bala. Endi tug'ilgan. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik 082 32 92. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin shu nomerga. Hamma mol o'zlariniki ekan. Hammasi sotiladi. Ma'qul tushganini kelishtirib, barakasini qilib olaverasizlar.